Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa Krasnodardagi navbatdagi avtobusimiz chiqib ketyapti. Mana sekin akalarimiz yo'ldan sekin akalarimiz joylashishyapti. Sekin. Qani yaxshimikan avtobus? Avtobus yaxshi. Qulayliklari yaxshimi? Qulayliklari zo'r. Sidinalari yoqdimi? Yotib ketyapmiz ham. Komfort desa ishonsa bo'ladimi-kan? Bo'ladi. Yolg'on bo'lmayaptimi? Qani? Yo'q, zo'r. Sizlar nimaga anaqa o'tirib? Bugun aksiya-yu bizga. Bitta odamga ikkitadan sidina. Shunday. Ayinchi o'tib oling bunisiga sizdan bitta. Almashib sidinalar yotkizib ana. Aka mana shu piterkani olibdi. 5 yulduzli joyda u yer. Oyoq qo'lni uzatib ketasiz. Gapi aka, xudo xolasa sog' salomat yetib olinglar. Mana kimda kim ko'rib turgan bo'lsa shu videomizni bemalol tanish-bilishlarga jo'natib qo'yasizlar, like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Ekranlarda ishonchli nomerlar qoldirib qo'yamiz, telefon qilasizlar. Hammanglar chiroq qilib jo'natamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.